Assalomu alaykum. Bugun endi sizlar bilan organizmdagi xromosomalarni avtosoma va jinsiy xromosomalarni qanday qilib topish yo'lini o'rganamiz. Xo'p, xromosoma biz bilamiz organizmda irsiyatni o'zida saqlaydigan tuzilma hisoblanadi. Demak, organizmdagi xromosomalar o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Birinchisi avtosoma xromosomalari, ikkinchisi esa jinsiy xromosomalar. Xo'p, avtosoma xromosomalar bilan jinsiy xromosomalar nima farqi bor desa, avtosoma xromosomalar ham erkak organizm, ham urg'ochi organizmda farq qilmaydi. Demak, erkak organizmda ham, urg'ochi organizmda farq qilmaydigan xromosomalar avtosoma xromosomalar, jinsiy xromosomalar esa erkaklarda bilan ayollar genotipida har xil bo'ladi. Demak, farq qiladi. Endi buni yaxshiroq tushunish uchun biz odam misolida o'rganamiz. Misol uchun, odamda 2 n to'plamda 46 ta umumiy xromosoma bor. 2 n to'plamida. Demak, n to'plamida nechta? N to'plamida buning yarmi bo'ladi 23 ta. Ya'ni gaploid to'plamida 23 ta. Endi shu yerda biz avtosoma bilan jinsiy xromosomani bir-biridan farqlaymiz. Birinchi bo'lib 2 n da o'rganamiz. Endi mana bu yerda erkaklik organizm, mana bu urg'ochi organizm deylik. Shu yerda xromosomalarni men ajrataman mana. Xo'p, aytaylik, mana bu birinchi juft. Mana bu ikkinchi juft. Mana va hokazo bo'lib 22 juft xromosomalar va mana oxirgisi 23 juft xromosomalar hisoblanadi deylik. Xo'p, endi erkaklarda birinchi juft xromosomalar qanday bo'ladi desa XX bo'ladi. Ayollarda-chi desa, ayollarda ham XX bo'ladi. Xo'p, ikkinchi juft xromosomalar erkaklarda qanday bo'ladi desa XX, ayollarda ham XX bo'ladi. Ha, 22 jufti-chi desa 22 jufti ham XX erkaklarda, ayollarda ham XX bo'ladi. Ha, unda 23 juft qanaqa bo'ladi desa 23 juft XY bo'ladi. Mana bu 23 juft ayollarda esa XX bo'ladi. Demak, shu yerda farq kuzatilyapti. Mana 23 juftida farq kuzatilyaptimi? Farq kuzatilsa, demak, mana shu 22 jufti, ya'ni 44 tasi avtosoma, erkak urg'ochida farq qilmaydigan xromosomalar. Ha, mana bu bir jufti, ya'ni ikkitasi jinsiy xromosoma, ya'ni jinsga bog'liq bo'lgan xromosomalar hisoblanadi. Endi shuni tog' to'plami uchun qiladigan bo'lsak qanaqa bo'ladi? Ya'ni n to'plami uchun. N to'plami uchun qiladigan bo'lsak, yana erkaklik va urg'ochilik belgilarini qo'yib olsak, aytaylik, mana bu birinchisi juft emas, endi ular xudo holat uchun. Ikkinchi i 22, 23 bo'lsa, endi erkaklarda avtosomalar shunday, ayollarda ham XX, bunda ham XX, 22 juft emas, alohida dedik. 22-si ham XX, 23-si erkaklarda X yoki Y, ayollarda faqat X bo'ladi. Demak, avtosoma bilan jinsiy xromosomalarni topishni bizda endi biz bu yerda bitta qonun chiqarib olamiz. Demak, avtosoma teng umumiy jam xromosomalardan 2 n deylik. 2 n bo'lganda ayrimiz 2 n. Shunda avtosoma kelib chiqadi. Demak, qanaqa to'plam bo'lsa ham oldida turgan raqam o'sha jinsiy xromosomalar sonini bildiradi. Va o'sha turgan raqamni biz umumiy xromosomalardan ayirib olsak, avtosomalar soni kelib chiqadi. Mana, misol uchun, umumiy avtosomalar teng bizda bo'ldi. Umumiy 2 n odamda 46 ta, 2 n to'plam bo'lgancha 2 ni ayirman 44 ta. Endi mana bu qoida o'zgaruvchan qoida. Ya'ni oldida necha bo'lsa, mana necha bo'lsa o'sha jinsiy xromosomalar bildiradi. Xo'p, endi n to'plamli avtosoma necha desa, n dan ayirman -1 ni. Chunki n oldida mana 2 n to'plamli edi, mana n to'plam. N oldida 1 bor, n dan 1 ayirsan, 23 dan 1 ayirsan, 22 ta avtosoma to'g'ri keladi. Buni aytishdan maqsad nimaga desa, chunki bizda to'plamlar har xil-ku. Misol uchun 6 50 to'plam bor. Makajo'xori deylik, yo bo'lmasa no'xat deylik. Misol uchun makajo'xori deylik. Makajo'xorni biz bilamiz 2 n da 20 ta, n da 10 ta, 6 n da aniq 60 ta. O'quvchi adashadigan joy 650 to'plamdagi jinsiy xromosoma avtosomalar sonini topib bering desa, har doim 60 dan 2 ni ayirishim kerak ekan. Demak, 58 ta avtosoma, 2 ta jinsiy xromosoma bo'ladi. Lekin bu xato fikr. Aytdik, oldida necha son bo'lsa, o'sha jinsiy xromosomani bildiradi. 60 dan ayirasiz 6 ni. Shunda 54 ta avtosoma, 6 ta esa jinsiy xromosoma bo'ladi. Bu nima uchun kerak? O'simliklar to'plamda har xil bo'lib qoladi va endospermda har xil bo'lib qoladi. Shunda endospermda topishda ham bilishimiz kerak. Chunki endosperm necha? 3 n bo'ladi 2 nlik vakillarda. Endosperm triploid bo'ladi. Qachon? Diploid navlilar chashtirilganda, shunda misol uchun aytaylik 30 ta bo'lsa, 30 dan necha ayirish kerak? 3 ta ayirish kerak. Shunda necha? 27 ta avtosoma, 3 ta jinsiy xromosoma. Demak, yana takrorlab aytamiz. Avtosomalar erkak urg'ochida farq qilmaydigan xromosomalar, jinsiy xromosomalar har xil, ya'ni erkak urg'ochida farq qiladigan xromosomalar hisoblanadi. Hozircha qisqacha darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.